Isroil havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan Janubiy Bayrut Livandagi Isroil havo hujumlarida 80 dan ortiq bola halok bo'ldi. Isroil Livanga qarshi keng ko'lamli hujumlarini davom ettirmoqda. IDF Livandagi Hizbullohning 700 dan ortiq nishonlariga zarba berganini e'lon qildi. Livanning o'zi Isroil deyarli farq qilmasdan turar-joy hududlariga zarba berayotganini da'vo qilmoqda. Janubiy Bayrut eng ko'p zarar ko'rdi. Vayronagarchilikning oqibatlari aniq. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Isroilning Livandagi hujumlari natijasida 80 dan ortiq bola va yuzlab kattalar halok bo'lgan. Mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi IDF tez tibbiy yordam brigadalarini ataylab nishonga olayotganini da'vo qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Bayrut hatto AQShga sulh tuzish bo'yicha muzokaralar olib borish uchun murojaat qilgan, ammo rad etilgan.